gripp holatlarini osongina davolaydi. Kuz mavsumida ko'p uchraydigan shamollash, yallig'lanish, ya'ni o'rgi, o'rzi kabi gripp kasalliklarini eng yordam beradigan, samarali yordam beradigan giyohni aytib o'taman. Tarkibida vitamin C bor, temir moddasi bor. Buni mevasini iste'mol qilish yetilmagan vaqtida zaharli hisoblanadi. Binafsha rangda gullari bo'ladi va binafsha rangi avgust-sentyabrda pishib olsa, terib olinadi va kustarbin quritiladi. 200 gram stakanga taxminan solsangiz, ustidan qaynab turgan suvni solib, ustini yaxshilab o'rab qo'yasiz. Ya'ni dam yeyish kerak bo'ladi. Gripp kasalliklarining birlamchi simptomlari hosil bo'lishi bilan damlab iste'mol qiladigan bo'lsangiz, o'sha zahoti siz yechim qilgan bo'lasiz. Kompot qilib 2 litr, 3 litr tayyorlab qo'yib, oilaviy qabul qilib boradigan bo'lsangiz, sizni uyingizda hech qachon gripp bo'lmaydi.